Bolaning terisi sovuq. Tana haroratini o'lchaganimda 38-38,5 ko'rsatadi. Bu nimadan bo'ladi doktor deb juda ko'p onalar so'rashadi. Bu holat oq temperatura deyiladi. Bolaning isitmasi yuqori bo'lsa ham tomirlar torayganligi uchun qo'llar va oyoqlar sovuq bo'ladi. Hamda rangparlik va titroq alomatlar ham bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan qizil va oq temperatura farqlari haqida gaplashamiz. Agar badani qizib, yuzlari ham qizarib turgan bo'lsa, demak bu qizil temperatura deyiladi va bunda qon tomirlar kengaygan bo'ladi. Oq temperatura bu xavfli isitma turiga kiradi, chunki bunda bolaning oyoq-qo'llari sovuq va qon tomirlari toraygan bo'ladi. Uy sharoitida quyidagilarni bajaramiz. Biz birinchi o'rinda bolani issiq adyol bilan o'raymiz. Issiqxonaga olib kiramiz. Xonani havosi almashtiramiz. Agar bola 6 oydan katta bo'lsa, shifokor tavsiyasi bilan parasetamol yoki ibufen siruplarni berishimiz mumkin. Bu faqatgina shifokor tavsiyasi bilan. Yosh onalarimizga tavsiya: oq temperatura bilan isitilayotgan bolani hech qachon sovuq yoki muzdek suv bilan artish mumkin emas. Chunki bolaning ahvolini siz yanada yomonlashtirasiz. Qachonki bolaning yuzlari qizarib, tanasi isib turgan bo'lsa, siz shundagina iliq suv bilan artib, tana haroratini tushirishingiz mumkin. Farzandingiz sog'lig'i haqida ko'proq ma'lumot bilishni xohlaysizmi? Unda bizga obuna bo'ling hamda do'stlaringizga ulashing. Qaytgancha like bosishni unutmang.